Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, men G'aniyeva Sayyora. Bugun sizlar bilan STEM ta'lim texnologiyasining o'ziga xos xususiyatlari mavzusidagi ilmiy ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishib o'tmoqchiman va bu ma'lumotlardan biz foydalangan holatda quyidagi rejalarni tuzib oldik. STEM va STEMning rivojlanishi, STEMning STEMga aylanishi va takomillashtirilishi deb nomlanadi birinchi rejamiz va ikkinchi rejamiz STEM plus art, ya'ni STEM plus art, STEMga aylangan holati. STEM ta'lim texnologiyasining rivojlanishiga qaratilgan yondashuvlar. Uchinchi rejamiz o'quvchilarda STEM ijodkorligi va muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirish deb nomlanadi. Tayanch so'zlarni sizni e'tiboringizga havola qilaman, tanishib chiqishingiz mumkin. STEM so'zi ingliz to'rt so'zining bosh harflaridan tashkil topgan abreviatura bo'lib, bunda science, fan, texnologiya, injineriya ya'ni muhandislik, matematika ya'ni matematika, yaqin kunlarda ushbu abreviaturaga art san'at bo'limi qo'shilgan. Science turkumidagi kitoblar bolalarni fan olamiga olib kirishda hayvonot olami, dengiz hayvonlari, o'simlik va hasharotlar bilan tabiiy yo'lda tabiat bilan tanishtirishda qo'l keladi. Bunday kitoblar bolaga sezdirmay turib kerakli bilimlarni berib boradi. Akadem nashriyoti nashr etilgan Quyoshning sirli botishi kitobi STEM tizimining Science bo'limiga munosib yangicha yondashuvga ega kitob hisoblanadi. Bola qiziqarli hikoyani o'qir yoki tomosha qilar ekan, tabiiy ravishda Quyoshning fasllar davomida botishi haqida o'rganib oladi. Dastlabki STEM maktablarda yangi g'amxo'rlikka muhtoj bolalar bo'lgan muhim narsalar sifatida targ'ib qilingan. Keyin to'satdan STEM bir xil turdagi ko'nikmalarni targ'ib qiluvchi yangi so'zga qisqartirildi. Qo'shilgan art san'at uchun ijodkorlik va dizayn yo'nalishlaridan foydalanishda alohida e'tibor berishni ta'kidlab o'tadi. STEM ta'limi uchun STEM ta'limining ahamiyati shundaki, o'quvchilar STEMning o'z hayotiga qanday ta'sir qilishlarini o'rganishadi. Shuningdek, tanqidiy fikrlash va mulohaza qilish qobiliyatlari bilan birgalikda muammolarni aniqlash va ularni hal qilish yo'llarini topishga imkon beradi. Yangi va mavjud muammolarga ijodiy yondashuvlarni topish bugungi iqtisodiyotda va kelajakdagi ish joyida zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Bundan tashqari, bu integratsiya bu real hayotiy ilovalarga asoslangan birlashtirilgan o'quv modeli hisoblanadi. Ko'p yillar davomida talabalarda maktabda fan, texnologiya, muhandislik va matematikani to'rtta alohida fan sifatida o'rganishdi. Biroq STEM ushbu to'rt sohasining aloqalariga ko'proq e'tibor berdi. Agar biz dunyodagi misolni ko'rib chiqsak, fan, texnologiya, muhandislik va matematikaga tayanadi. Xuddi shunday muhandislik ilmiy kashfiyotlarda matematikaning qo'llanilishiga va texnologiyadan foydalanishga bog'liq. STEMga asoslangan o'quv dasturlari maktabgacha yoshdan boshlab magistrlik dasturlari orqali o'tilishi ham mumkin. Va hozirda nafaqat AQShda, balki ko'plab mamlakatlarda mavjud. Bundan tashqari, STEMning asosiy maqsadi o'quvchilarda turli xil o'qitish usullari va muammolarni hal qilish imkoniyatini berish hamda fan, texnologiya, muhandislik, matematika sohalarida oliy ma'lumot va kasb tanlashga qiziqishlarini oshirishdir. STEMning ko'p afzalliklari bo'lsa-da, uning bitta kamchiliklari bor. Bu adabiyot, san'at va musiqa va yozuv kabi boshqa sohalarga e'tiborning yetishmasligi. Bundan tashqari, o'quvchilarning bu mavzudan olgan bilimlari ularning miya rivojlanishiga, muloqot qilish qobiliyatiga va tanqidiy o'qish ko'nikmalariga yordam beradi. STEM nima? STEMning asosiy kamchiliklarini hal qilish bu fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtirilgan ta'limiy yondashuvdir. U STEMning asosiy tamoyillaridan foydalanadi va ularni san'at va san'at orqali birlashtiriladi. Bundan tashqari, u real vaziyatlarda ijodiy fikrlash va amaliy ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ba'zi odamlar STEMga san'at qo'shish unchalik foydali emas deb o'ylashadi, chunki STEMning asosiy maqsadi talabalarni matematika, fan, texnologiya va muhandislik sohalarida oliy ma'lumot va kasb egallashga undashidir. STEM va STEM o'rtasidagi asosiy farq shundaki, STEM bu fan, texnologiya, muhandislik, matematikani birlashtirilgan ta'limiy yondashuvdir. STEM bu fan, texnologiya, muhandislik, san'at, matematikani birlashtirilgan ta'limiy yondashuv va bunda art tushunchasi qo'shilgan. STEM san'at, musiqa va yozuv kabi boshqa sohalarga e'tibor qaratadi. Sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.